Oyijon, jahlingiz chiqyaptimi? Ha, jahlim chiqyapti bolam. Meni kechiring, ajalab qilmadim. Biz sizni arizangizni qaytadan o'rganib chiqdik. Sharoitingizdan ham xabarimiz bor. Siz bizga mos kelasiz. Qarang opa, hozir bizda yangi kreditlar ochilgan. Kredit to'lovi oyiga qanchadan tushadi shunda? Axir biz sizga pul olib keldik-ku. Yo'q, qani o'sha pul? Bir ko'raylikchi. Ayjon, pulni Dilshod xolamga bering. Firibgarlar yechib oldi. Opa, iltimos. Bir marta yo'q demang. Pul topilishi bilan olib kelaman. Bu uyga men xo'jayinman. Bildingizmi? Men aytganim bo'ladi. Oyjon, iltimos. Hech bo'lmasa 2-3 kunga ruxsat bering. Katta xolingizni uyimi bu yalpayib yotibsiz, a? Kechirasiz. Menga tushuntirishga harakat qilmang. Hammasini bilaman. Bo'ling, turingda keyin keting.